Farzand tarbiyasidagi negizlik 100 nuqta. 0 yoshdan 6 yoshgacha. 1. Bala karvatga muhtoj emas. Eng esil karvatmo balaga ananing karvatidek xotirjamlik berolmaydi. Yangi tug'ilgan buvaqning eng asosli ehtiyoji xotirjamlik tuyg'usidir. Buvaqlik mezgilida anasi har vaqt yenda bo'lgan bala kuchlik bir xotirjamlik tuyg'usiga erishidi. Anasidan ayrilganda bo'lsa, xotirjamsizligi boshlanadi. Chunki yangi tug'ilgan bala dunyoga ko'z ochganida anaga bog'lanishlik bo'ladi va bu biqinish holati 2 yil davom qiladi. Shunlashqa bu mezgilda balaning anasidan ayrilib boshqa bir hujrada yotqudek qurbati yo'qdir. Balaning emishirlikligi oxirlashganga qadar anasi bilan birga yetish kerakki, bu tuyg'ulari kuchlanib olsin. Ata-onalar doim balalarning hujurlarini bezab, qo'nchoq, o'yinchoq qatorliq narsalarni dizib qo'yib, balasini shu hujraga yotqizadi. Halbuki bala bezaylik bir hujraga emas, ananing yanida xotirjam holda uning hidlarini purab etishga ehtiyojliq. 2. Yangi tug'ilgan buvaq ananing yanida yoki bo'lmasa anasi bilan badani tegishib turg'idek yaqinlikdagi bir bushukda yetish kerak. Ana bola o'rtasidagi bog'lanishning eng muhim sharti birlikda yetishdir. Bala kechini anasi bilan badani tegishib turg'idek yaqinlikda o'tkazsa, o'zini xotirjamlik ichida his qiladi. Ata-onaning karvatida anasi bar tarafga buralgan holatda yotgan bala ananing issiqligini, ananing tiniqlarining ritmini va ananing badani tutquli bo'lganligi sababli xotirjamlik ichida bo'ladi. Bu xil muhit ananing nuqtasidan qiyin deb qaralsa, bala ananing karvatga yandash üstü uchuq bir bushukda yotsa bo'ladi. Ana kechisi yotganda qo'lini bala tutalog'dek uzatsa, endi bo'lgan balasi yottirsida darhalla bir xotirjamlik tuyg'usi shakllanadi.